Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan simfizit mavzusi haqida gaplashamiz. Xo'p, simfizit o'zi bu nima? Xalq orasida, ayniqsa homiladorlikda hozir juda ko'p tarqalgan patologiyalardan biri bo'lib, har 3 ta homiladordan bittasida deyarli bu kasallik uchrab kelmoqda. Va shu kasallik tufayli juda ko'p homiladorlarimiz tabiiy tug'ruqqa ruxsat berilmay, operativ tug'ruqqa olinyapti. Simfizit bu qov suyaklari birlashmasining yallig'lanishi va ular orasidagi masofaning kengayishi bilan kechadigan, o'tkirdan tortib surunkali kechish bilan davom etadigan kasallik hisoblanadi. O'zi normada qov suyaklari orasidagi masofa, shu qov suyaklari orasidagi bo'g'imning masofasi 4 mm bo'lishi kerak. 3 mm, 4 mm, ba'zi kitoblar esa 5 mm bu norma deb hisoblashadi. Simfizitni og'irlik darajasiga qarab 3 ta darajaga bo'linadi. Birinchisi yengil, o'rta va og'ir daraja. Yengil darajasida bunda qov suyaklari orasidagi o'sha simfizning masofasi, ya'ni o'lchami 5 mm dan 9 mm gacha bo'ladi. Ikkinchi darajasida esa 10 mm dan 19 mm gacha. Uchinchi darajasida esa 2 cm yoki 20 mm va undan ortiq bo'ladi. Bunda og'irlik darajasi faqatgina ultratovush diagnostika usuli yordamida aniqlanadi. Simfizitni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar. Bularga birinchi bo'lib qonda relaksin gormonining oshishi, ya'ni relaksin bu homiladorlik paytida va turli xil stress holatlarida, yallig'lanish holatlarida oshadigan gormon hisoblanib, mushaklarga va bo'g'imlarga bo'shashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Buni natijasida simfiz sohasida ham ortiqcha ishlab chiqarilganda relaksin simfiz sohasida ham kengayishlar sodir bo'lishi mumkin. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi esa juda qat'iy dietada o'tiradigan qizlarimiz. Hozirgi kunda kelib tuxumdonlar polikistozi diagnozi qo'yilgan qizlarimiz, ayollarimiz yoki insulin rezistentlik diagnozi qo'yilgan qiz va ayollarimizda sutli mahsulotlarni cheklash bo'yicha qat'iy dietalar joriy qilingan. Mana shu dietaga amal qiladigan qizlarimizda sut va sut mahsulotlaridan olinadigan oqsil va kalsiy yetishmovchiligi natijasida yuzaga keladi. Keyingisi esa bu uzoq vaqt davomida og'ir yuk ko'tarish. Homilador ayollarimizda esa yirik homila, juda ko'p tug'ruqlar, og'ir darajadagi, ya'ni asoratlangan tug'ruqlar sabab bo'lishi mumkin. Nasliy faktor, ya'ni irsiy faktor hamda oshqozon ichak sistemasida kalsiy va vitamin D ni so'rilishiga to'sqinlik qiladigan kofe, kofein tarkibli ichimliklarni ko'p ichish hamda juda uzoq masofaga yugurish va yengil atletikani uzoq vaqt davomida qo'llash natijasida yuzaga keladigan sportsmenlarda ham uchrashi mumkin. Simfizit quyidagi klinik belgilar orqali namoyon bo'ladi. Birinchisi, bunda o'rdaksimon yurish. Bunda ayol oyog'ini ikki keng orasini ochib, lapanglab ikki yonga chayqalib yuradi. Oyoqlarda, xo'sh, dumg'aza sohasida, oyoqlarda, qov sohasi, o'sha simfiz sohasida va boldir va tizzalarga tarqaluvchi og'riqlar, mushak tortishishlari va zinadan chiqqanda yoki bo'lmasa uzoq masofaga yurganda yoki o'tirgan holatda bu og'riqni kuchayishi. Kechqurun homilador ayollarimiz yotgan pozitsiyasini o'ng tomonda, masalan, chap tomonga o'girilganda ham qov sohasida og'riqlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Va diagnostikasining eng oltin qoidasi klinik belgilar bilan birga UZI diagnostikasi hisoblanadi. Bunda UZIda simfiz sohasidagi kengayish millimetrlarda o'lchanadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi daraja kengayishlar bor deb bizga xulosa berishadi va buni simfizit aniqlangan homilador ayol albatta ortoped, travmatolog ko'rigida bo'lib, uni ko'rsatmasiga binoan tug'ruq faoliyati olib boriladi. Yengil darajasida yoki o'rta darajasida tabiiy tug'ruqqa ruxsat beriladi travmatolog ko'rsatmasi bilan. Bunday holatlarda fizik yuklamani cheklash, bandajlar taqish va uzoq yurish yoki bo'lmasa uzoq o'tirishni cheklash, kalsiy va vitamin D ni qonda tekshirib, defitsitlarni o'rnini to'ldirish kabi konservativ yordamlar beriladi. Uchinchi darajasi, ya'ni 2 cm va undan ko'p kengayishlar bo'lgan ayollarimizda travmatolog ko'rsatmasiga binoan tug'ruq operativ yo'lda yakunlanadi va tug'ruqdan keyingi reabilitatsiya uchun yana travmatolog nazoratida bo'lishi kerak.
yuqoridagi belgilardan biri yoki bir nechtasi sizda uchraydigan bo'lsa, kechiktirmasdan turib, ortoped va ginekologingiz bilan maslahatlashgan holda profilaktika choralarini ko'rish va tug'ruq usulini tanlashingizni maslahat beraman. Sizlar bilan ginekolog Munisa Shuhratovna bo'ldi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.